3,5 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan Jetour XL avtomobilini birgalikda hozir sizlarga obzorni qilib ko'rsatib beraman. Ushbu avtomobilimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan va 156 ta ot kuchiga ega. 4 silindrli bo'ladi, kichkina motor bo'lmaydi. Bundan tashqari rasxod shahar ichida atiga 7 litr tashkil etadi. Hozir sizlar bilan birgalikda salon qismini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Ushbu avtomobilimizda 360 graduslik kamera, slipoy zona, o'rindiqlarda abduflar mavjud 4 tasida. Skoroslari joystick, monitor splashno ketgan, multimedia. Bundan tashqari salon qismi 90% eko koja bilan jihozlangan. Orqa o'rindiqlarning kengligiga ham bitta e'tibor berib olasiz. Orqa bagaj ko'rinishini hozir birgalikda ko'ramiz. Qarang, qaysi mashinaga o'xshatdingiz jigar? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Kengligini ko'ring. 420 litrni tashkil etadi mashinamizda. Ushbu avtomobilimiz kompaktni shaharbob. Ko'pchilik qiziqqan 5 kulchov do'stib. Xullas 3,5 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan ADM Master Namangan Jetour avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Manzil Namangan shahar, Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy berma. Tezda kelib xarid qiladigan joyi endi mana.